Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana Moskvadan Toshkentga jo'nab ketayotgan avtobuslar aka-ukalar. Kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlar bilan bog'lanib, avtovokzallardan avtovokzallarga aka-ukalar, ofitsialniy avtobuslar. Ketadigan jilay ishlar bir kun oldin o'zingizlarni mestelada olib qo'yishinglar mumkin aka-ukalar. Ko'p vatandoshlarimiz tanlovda adashib qolib, bo'lar bo'lmas nomerlarga bog'lanib qolyapti. Shuni evaziga mana biz o'zimizga video olib boryapmiz. Ketadigan jilay ishlar ekranda nomerlar bilan bog'lanaverasizlar aka-ukalar mana. Ketyapti mana. Ketayotgan jarayonlarni ham shu Instagram, YouTube tarmog'iga joylab boryapmiz. Zolotoy koronadan qarzi bor. Registratsiyasi prostrochnilar ham ketilaveradi aka-ukalar. Registratsiyasi yo'qlarcha yo'lda rasxod qiladi. 3-4 ming bo'ldi, tamom. Zapret deportome ketadi aka-ukalar. Mana ko'rib turganinglarda chotki idealniy sostoyaniyadagi avtobuslar mana ketyapti aka-ukalar mana. Like'larni uringlar, podpiskalarni bosinglar, yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilasini bag'riga eson omon yetib olsin aka-ukalar. Duoda bo'lamiz, like'larni uramiz. MP7 ga tushdi mana Katelnikidan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.